undirarmish. Juda kulgili. Qani ketdik. Hech qayerga keta olmaysizlar. Kimligimni bilasanmi? Sen ahmoq. Yo'limni to'sishga jur'at qilasanmi? Kimligimni bilasanmi o'zi? Men Haychen kasalxonasining direktori o'rinbosari bo'laman. Rostini aytganda, bizning xo'jayinimiz Jennanning qiroli. Sen hali yo'limni to'sishga jur'at qilasanmi? Yoki sen bilan gaplashgani boshqa odamni chaqiraymi? Qimirlamanglar. Eslab qol. Bu Haychenda biz qonunmiz. Jahlimni chiqarsang, butun urug'ingni qirib tashlayman. Tezroq harakat qilinglar. Agar o'sha odam topilsa, arvoh tabibga javob berishimiz kerak bo'ladi. Boshliq, o'zi biz qayerga ketyapmiz? Bu narsa 100 millionlab turadi. Qaraya, shunday boylik. Boshliq, menimcha bizni orqamizdan tushishdi. Ular yana kim bo'lishdi? Xo'jayin, ularni topdik. Tezlash, orqasidan quvib yat. Xo'p bo'ladi. Uzdabgo studiyasi uchun maxsus Xo'jayin, menimcha bizning ortimizdan tushishdi. Unda tezroq hayda. Yo'limizni to'sib qo'yishdi. Nega to'xtadik? Nimalar bo'lyapti? Tushinglar. Mashinadan tush. Tushsang endi. Kimsizlar? Sizlarga nima kerak? Tezroq bo'l, tush deyapman senga. To'xta. Mashinadan tushma. Oynani sindir. Nima qilyapsizlar? Qo'yib yuboringlar meni. Qo'yib yuboringlar. Men Kung Fu kasalxonasining direktori bo'laman. Janoblini davolagani keldim. Meni urmanglar. Qo'yib yuboringlar meni. Meni qo'yib yuboringlar. Men janoblini ko'rgani keldim axir. Men senga ishonmayman. Bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Keyingi qismda ko'rishguncha. Nega bunday qilyapsizlar? Qizcha qayerda? Bilmayman. Hozirgina o'sha yerda edi-ku. Yana qanaqa qizcha? Tezroq boshliqqa xabar ber. Buni eshitib juda ham xursand bo'ladi. Tushunarli. To'xta. Ichidagilar qani? Nimani aytyapsiz? Ichidagi buyum qayerda? Bu yer emas. Qayerda dedim senga? Shunday ekan, o'rningni bilib yur. Kimsizlar o'zi? Nima haqqingiz bor bunga? Kimligimni bilasizlarmi o'zi? Nimaga qarab turibsiz? Boshlanglar. Ushbu dramamizni to'liq formatda Telegram kanalimizdan bepul tomosha qiling. VIP kanalimizga ham obuna bo'ling. VIP kanalimizda ham bir-biridan zo'r doromalar dublyaj qilib tashlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.